Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Hammalaringga bugungi kunimiz xayrli va barokatli kelsin degan holda bugungi videomiz boshlab oldik. Bugun bir o'zgacha yo'nalishda sizlar bilan kontent qilamiz YouTube'imizga. Qanaqa demoqchi bo'lsalaringiz, sexdagi va ofis xodimlarimizga noodatiy savollarimizni beramiz. Ozgina kayfiyat ham ulashamiz sizlarga, xudo xohlasa. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Mana bu ko'rib turgan qurilish firmalari aynan bizga ishongan qurilish firmalari hisoblanadi. Bularning ichida Texti Group, Global Textil, yana taniqlilari. Deyarli hammasi taniqli, O'ztelekom. Shularning hammasi Rivoj 98 bilan qurilish loyihasini ishonib, temir beton plitalarimizni xarid qilib, temir beton plitalarimizdan foydalangan qurilish firmalari hisoblanadi. Sizga ham eng sifatli temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Rivoj 98 ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin yoki mana shu videoga telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Qani ketdik. Saydahror, ish vaqti soat nechidan bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Ish vaqti Qarab kameraga. ish vaqti 8 dan bo'lgani yaxshi. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Erkimlik. Qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Ertalar baraka bo'ladi. Qancha oylik maosh sizni qoniqtiradi? 10 million. 10 million? Ha, Yetadimi? yetadi. Ish vaqti nechidan boshlanishini xohlaysiz? O'zingiz shuni nechidan boshlanishini xohlaysiz? 7 yaxshi edi biz. 7 yaxshi. Endi ulgib kelish yaxshi. Akmal aka, sizga ishxonamizni eng yoqadigan jihati nimada? Ishxonamizning eng yoqadigan jihati jamoamizni birdamligida. Ishimizda. Oyligingizni 20 million qilib beramiz deshganda nima degan bo'lardingiz rahbariyatga? Rahbariyatga minnatdorchilik bildirardim. Вот это поворот! Korxonada aka necha yildan beri ishlaysiz? Rivoj 98 da. 3 yildan o'tdi. 3 yildan o'tdi. Qancha oylik maoshi sizni qoniqtiradi? Shu 700-800 dollar bo'ladi. Avgust sentabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir tiriklarni shu qanday qilib ishlashga qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshimi kutadi hamma yo'q. Yetadimi? Ish vaqti nechidan bo'lishini xohlagan bo'lardingiz ertalab? Ish vaqtimiz soat 8 dan bo'lsa. 8 dan. Hozir 6 dan, o'zi asli. Hozir endi 6 dan, ha. Hozir olayotgan oyligingiz haqida fikringiz? Oyligim qoniqtiradi, zo'r. Ha? Bola chaqam boqyapmiz-ku. Yetadi. Yetyapti o'zimizga bola chaqam. Aka, sizga ishxonamizda eng yoqadigan jihati qanaqa? Ishxonaning eng yoqadigan jihati tartib joyidaligi, intizom joyidaligi, oilalar ketishmasligi, ish paytida hech kim ishingizga mushayib qilmasligi. Mavlon aka, sotuv bo'limiga qanaqa yangiliklar kiritilishini kutyapsiz? Sotuv bo'limiga xudo xohlasa biz sotuvchilarimiz uchun hududlarda yurganda o'sha hozir mashina olmoqchimiz. Вот это поворот! Shu yangilik kirishini kutib turibmiz. Sotuv bo'limiga. Sotuv bo'limiga yengil mashina.